Agar siz hozir internet orqali qo'shimcha daromad topish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki shunchaki Greenway Global aslida qanday kompaniya ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu videoda men sizga bugungi kunda oddiy telefon orqali oyiga $500, $1000 va undan ham ko'proq daromad qilish imkonini beradigan zamonaviy biznes model haqida gapirib beraman. Eng muhimi, bu biznesni boshlash uchun katta sarmoya, ofis yoki maxsus tajriba kerak emas. Siz talaba bo'lasizmi, uy bekasimi, dekretdagi onami, davlat ishida ishlaysizmi yoki tadbirkor bo'lasizmi, buni umuman farqi yo'q. Bu biznesni qo'shimcha daromad sifatida ham, asosiy daromad manbai sifatida ham rivojlantirishingiz mumkin. Lekin bu videoni boshlashdan oldin sizdan bitta iltimosim bor. Greenway haqida oldin qanday fikrda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik Greenway deganda faqat salfetkalarni yoki uy tozalash vositalarini tasavvur qiladi. Men ham boshida xuddi shunday o'ylaganman. Lekin kompaniyani ichidan o'rganishni boshlaganimdan keyin fikrim butunlay o'zgardi. Bugun bo'lsa internetdagi reklama emas, o'zim ko'rgan va o'rgangan va aynan shu kompaniyada ishlab hosil qilgan xulosalarimni aytib beraman. Avval o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, meni ismim Roziya Akramovna, 26 yoshdaman, 3 nafar farzandning onasiman, andijonlikman, lekin bir necha yildan beri Toshkentda yashayman. 14 yoshimdan boshlab mustaqil ishlashni va pul topishni boshlaganman. 2024-yildan beri esa internet orqali daromad qilaman. Shu vaqt ichida juda ham ko'p yo'nalishlarda o'zimni sinab ko'rdim. Kuratorlik qildim, chetdan tovar zakaz qildim va buni boshqalarga ham o'rgatdim. Onlayn do'kon yuritdim, blogerlarning menejeri bo'ldim, hatto Uzum Marketda ham seller bo'lib ishladim. To'g'risini aytsam, bu sohalarning ayrimlarida juda ham yaxshi daromad qilganman, lekin ichimda doim bitta tuyg'u bo'lardi. Go'yoki menga nimadir yetishmayotgandek. Men shunchaki pul topish emas, o'zim mazza qilib ishlaydigan ishni izlardim. Shunday ishni xohlardimki, u menga nafaqat daromad olib kelsin, balki har kuni yangi narsalarni o'rgatsin. Meni shaxs sifatida o'stirsin, atrofimda mendan ham kuchliroq insonlar bo'lsin, meni oldinga tortadigan ustozlar va jamoa bo'lsin. Va eng muhimi, har kuni uyg'onganimda ishga majburlik bilan emas, xursandchilik bilan kirishishni xohlardim. Bugun bo'lsa ishonch bilan ayta olamanki, aynan mana shu biznes menga bularni hammasini berdi. Bu yerda men faqat moliyaviy tomondan o'sdim, balki shaxs sifatida juda ham o'zgardim. O'zimga bo'lgan ishonchim oshdi, yangi bilimlarga ega bo'ldim. Oldimga juda ham katta maqsadlarni qo'ya boshladim va eng muhimi, bugun meni yonimdagi insonlarning ham hayoti yaxshi tomonga o'zgarayotganini ko'rib, bundan o'zim ham juda ham mazza qilaman. Shu sababli men bu biznesni bugun oddiy daromad manbai sifatida emas, balki hayotimdagi qilgan eng to'g'ri qarorlarimdan biri deb hisoblayman. Albatta, sizda hozir bitta savol tug'ilishi mumkin. Bu biznes rostdan ham ishlaydimi? To'g'risini aytsam, men ham biror sohaga kirishdan oldin eng avvalo natijalarga qarayman. Chunki har qanday kompaniya o'zini maqtashi mumkin, lekin haqiqiy javobni natija qilgan odamlar beradi. Bugungi kunda jamoamdagi qizlarning orasida $200-300 topayotganlari ham bor, $500 topayotganlari ham bor, $1000 va undan ham ko'proq topayotganlari ham bor. Eng muhimi, ularning deyarli hammasi bu sohaga tajribasiz kelgan. Ular qatorida o'zim ham. Kimdir dekretda bo'lgan, kimdir umuman onlayn ishlamagan, kimdir tarmoqli marketing haqida hech narsa bilmagan. Lekin ular tizim bo'yicha ishlab natijaga chiqishdi. Bu esa menga yana bitta narsani isbotladi. Gap faqat tajribada emas. Eng muhimi to'g'ri tizim va to'g'ri ustoz. Men o'zim ham bugungi kunda juda kuchli ustozlarning qo'lida rivojlanyapman. Meni bevosita ustozim Marta Sarkisyan Vladimirovna, u kishi bugungi kunda oyiga $5000 dan ortiq daromad qiladilar. Bundan tashqari kompaniya tomonidan O'zbekistonda birinchi bo'lib $40000 BYD avtomobilini avtobonus sifatida olgan inson ham aynan shular bo'ladilar. Taqdirlash marosimida shaxsan o'zim ham qatnashganman. Yana bitta ustozim Zubaydat Muradova, u kishi Rossiyada faoliyat yuritadilar va bugungi kunda oyiga $30000 dan ham ko'proq daromad qiladilar. Kompaniya ularga 2 marta avtobonus bergan. Nimaga men sizga bularni aytyapman? Chunki siz meni jamoamga qo'shilsangiz, shunchaki kompaniyaga emas, aynan mana shunday natija qilgan ustozlarning tajribasi va tizim ichiga kirasiz. Men bugun o'zim bilgan narsalarni o'zim o'ylab topganim yo'q. Men natija bergan tizimni o'rganyapman. Sinovdan o'tgan usullarni amalda qo'llayapman va endi ularni sizga ham bosqichma-bosqich o'rgataman. Shuning uchun men bugun bu biznes haqida ishonch bilan gapira olaman. To'g'risini aytsam, men Greenway'ni bir kunda tanlamaganman. Bu sohaga kirishimdan oldin men juda ham ko'p kompaniyalarni kuzatdim. Marketing rejasini o'rgandim, mahsulotlarini ko'rdim, liderlarini kuzatdim. Lekin bir joyda marketingi yoqardi, lekin mahsuloti yoqmasdi. Boshqa joyda mahsuloti yaxshi edi, lekin tizimi va rahbariyati menda ishonch uyg'otmagan. Xullas, ichimda aynan mana shu joyda men rivojlanaman degan tuyg'u bo'lmadi. Greenway bilan tanishganimda bo'lsa, menda birinchi marta umuman boshqacha tuyg'u paydo bo'ldi.
Men bu kompaniyani nafaqat aqlim, balki qalbim bilan ham tanladim. Nimaga? Chunki bu yerda men izlagan hamma narsa bor edi. Birinchidan, kompaniyani o'zi. Greenway Global 2017-yil Rossiya Federatsiyasi Novosibirsk shahrida tashkil topgan. Ko'pchilik kompaniya hali yosh ekan deb o'ylashi mumkin, lekin MLM sohasida aynan mana shu 5-20 yillik kompaniyalar eng faol o'sish davrida bo'ladi. Bozor hali to'yinmagan bo'ladi, yangi davlatlar ochiladi, yangi liderlar yetishib chiqadi va aynan mana shu davrda biznesni boshlagan insonlarda katta natija qilish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Bu menga juda ham yoqdi. Ikkinchi sabab kompaniyani rivojlanish strategiyasi. Greenway o'zi mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmadi. Aksincha, o'zini isbotlagan boshqa tarmoqli kompaniyalarni ham o'z tarkibiga qo'sha boshladi. Masalan, parfyumeriya yo'nalishida ko'pchilik yaxshi biladigan Armel va Imperial yo'nalishlari bugungi kunda Greenway tarkibida. Natijada kompaniyani Chexiyada o'z parfyumeriya zavodi va yevropalik parfyumerlar jamoasi mavjud. Yoki biologik faol qo'shimchalar yo'nalishida Bever One kompaniyasiga tegishli bo'lgan Yaponiyani Okinawa dengiz tubidan olinadigan va tarkibida 60 xil minerallar biriktirilgan koral kalsiy, koenzim, super omega kabi innovatsion mahsulotlar qo'shildi. Biohacking yo'nalishida esa Genes kompaniyasini 20 yildan ortiq tadqiqotlari natijasida yaratilgan Neorezerva kabi zamonaviy ishlanmalar paydo bo'ldi. Tasavvur qiling, Greenway atigi 9 yil ichida 6 ta tarmoqli kompaniyalarni o'z tarkibiga kiritdi. Dunyoni 65 ta davlati va 7650 ta shahriga kirishga ulgurdi. Bugun kompaniya safida 4.300.000 dan ortiq hamkor bor. Assortimentida 1.5 mingdan ziyod mahsulot mavjud. Har kuni 25.500 dan ortiq buyurtma qabul qilinadi. Yiliga esa bu ko'rsatkich 10 milliondan oshadi. Eng qizig'i, bu qisqa vaqt ichida kompaniya hamkorlariga 700 dan ortiq avtomobillarni bonus sifatida topshirgan. Undan tashqari qanchadan qancha sayohatlar, kvartira bonuslari, kruiz bonuslari. Men uchun aynan mana shunday natijalar Greenway oddiy kompaniya emas, balki juda ham katta imkoniyatlar maydoni ekanini ko'rsatdi. Greenway bir joyda to'xtab qoladigan kompaniya emas. U doim rivojlanayotgan kompaniya va men aynan shunday kompaniya bilan birga o'sishni xohladim. Yana bir muhim jihati bu assortiment. Ko'p kompaniyalar faqat bitta yo'nalishda ishlaydi. Masalan, faqat ozish mahsulotlari yoki faqat kosmetika yoki faqat bat. Lekin hayotda bitta mahsulot bilan katta biznes qurish qiyin. Tasavvur qiling, yo'lda bir tomonida faqat non sotadigan kichkina do'kon, novvoyxona, ikkinchi tomonida esa katta supermarket, masalan, korzinka. Siz ko'proq qaysi biriga borasiz? Albatta supermarketga, chunki kerakli narsalarni hammasini bitta joydan topasiz. Greenway ham xuddi shunday. Bu yerda faqat bitta mahsulot emas, uy uchun mahsulotlar ham bor, parfyumeriya bor, go'zallik mahsulotlari bor, sog'liq yo'nalishi bor, batlar bor, biohacking mahsulotlari bor, bolalar uchun mahsulotlar bor va assortiment yil sayin kengayib boryapti. Shu sababli bu biznesni uzoq muddatli imkoniyat deb ko'rdim va aynan shu sabablar tufayli men Greenway Global'ni tanladim. Ochig'ini aytsam, Greenway bilan tanishganimda meni eng ko'p hayratga solgan mahsulotlardan biri bu parfyumeriya bo'ldi. Chunki ko'pchilik hali ham Greenway deganda faqat salfetkalarni tasavvur qiladi. Aslida esa kompaniyada go'zallik yo'nalishi ham juda ham kuchli va men aynan mana shu yo'nalishni rivojlantirishga qaror qildim. Nimaga? Chunki atir deyarli hamma ishlatadigan mahsulot. Ayollar ham, erkaklar ham, yoshlar ham, kattalar ham. Bu odam bir marta sotib olib, keyin unutib qo'yadigan mahsulot emas. Agar aromat yoqsa, yana oladi. Yaqinlariga ham tavsiya qiladi. Shuning uchun bu yo'nalishda doimiy mijozlar bazasini yaratish ancha oson. Lekin meni faqat bu narsa qiziqtirmadi. Meni mahsulotning sifati qiziqtirdi. Greenway parfyumlari kompaniyani Chexiyadagi o'zini shaxsiy zavodida ishlab chiqariladi. Aromatlar ustida yevropalik parfyumerlar ishlaydi. Parfyumda ishlatilinadigan ingrediyentlar bo'lsa, dunyoni yirik xushbo'y kompozitsiyalar ishlab chiqaruvchilari Juvaydan va Firmenlikdan xarid qilinadi. Aynan shu ishlab chiqaruvchilar Tom Ford, Dolce Gabbana, Versace, Chanel kabi ko'plab mashhur parfyumeriya brendlari bilan ishlaydi. Shu sababli aromatlar sifati va barqarorligi menga juda ham yoqdi. Yana bir jihati menga juda ma'qul bo'ldi. Ko'pchiligimiz mashhur brendlarni hidini yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin ularning narxi hamma uchun ham qulay emas. Greenway kolleksiyasida eng mashhur brend atirlaridan ilhomlangan aromatlar bor. Masalan, kolleksiyamizdagi Bruce 3-raqamli parfyum ko'pchilik yaxshi biladigan Tom Ford Lost Cherry atirini analogi hisoblanadi. Lekin uni sotib olish uchun yuzlab dollar sarflash shart emas. Shu sababli ko'p mijozlar avval bitta atir olib ko'rishadi, keyin yana qaytib kelishadi yoki yaqinlariga tavsiya qilishadi. Meni doimiy mijozlarimning katta qismi aynan shunday shakllangan. Hatto bitta voqeani aytib beraman. Bolamni bog'chasidagi tarbiyachilaridan biri avval o'zlari uchun bitta parfyum sotib oldilar. Aromat juda ham yoqdi ularga va o'zlarining yaqinlariga tavsiya qildilar. Oradan bir necha kun o'tmay ular yana nechtadir buyurtmalar yig'di va bundan juda ham yaxshi daromad ham qilishga ulgurdilar. Va agar sizga atirlar yoqsa, odamlar bilan muloqot qilishni yaxshi ko'rsangiz, menimcha bu yo'nalish siz uchun juda ham yaxshi boshlanish bo'lishi mumkin. Ana endi eng ko'p beriladigan savolga o'tamiz.
Xo'sh, bu biznesda qanday pul topiladi? Aslida hammasi o'ylagandan ham ancha osonroq. Tasavvur qiling, sizning shaxsiy onlayn do'koningiz bor, lekin uni ochish uchun siz millionlab pul sarflamaysiz. Do'kon ijarasi yo'q, ombor kerak emas, xodim yollamaysiz, mahsulotlarni oldindan katta hajmda sotib olib qo'yishingiz shart emas. Siz Greenway platformasida o'zingiz internet do'koningizni ochasiz. Unda minglab mahsulotlar bo'ladi. Parfyumeriya, go'zallik mahsulotlari, sog'liq mahsulotlari, uy uchun mahsulotlar va judayam ko'plab yo'nalishlar bor. Keyin nima qilasiz? Odamlarga mana shu assortimentni tanishtirasiz. Kimdir o'zi uchun mahsulot xarid qiladi, kimdir doimiy mijozga aylanadi. Shu yaratilgan mahsulot aylanmasidan kompaniya sizga mukofot to'laydi. Buni oddiy biznes bilan solishtiradigan bo'lsak, masalan, sizning kiyim do'koningiz bor, $1000 tovar sotdingiz va undan ma'lum bir qismi sizning foydangiz bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunday. Farq shundaki, siz do'kon ochish uchun katta xarajat qilmayapsiz, siz tayyor tizimga qo'shilyapsiz. Shu joyda yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, lekin mijozlarni qayerdan topaman? Bu savolni deyarli hamma beradi. Men ham boshida bu savolni berganman. Aynan shuning uchun bizda hamma narsa tizimlashtirilgan. Siz yolg'iz qolmaysiz. Men sizga odamlarni qayerdan topish, qanday taklif qilishni o'rgataman, kontentni qanday tayyorlash emas, tayyor kontentdan qanday foydalanishni o'rgataman. Kompaniya har kuni tayyor rasm, video va matnlarni yozib chiqaradi. Siz ularni olib o'zingiz sahifangizga yoki guruhingizga joylaysiz. Bundan tashqari, men sizga odamlarni qanday taklif qilishni, mijoz bilan qanday ishlashni, qanday yozishni, buyurtmalarni qanday olishni, internet do'konni qanday qilib rivojlantirishni bosqichma-bosqich o'rgataman. Yana bitta yaxshi tomoni, bu biznes sizni ko'p vaqtingizni olmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, kun bo'yi telefonda o'tirishim kerak, bu biznesni boshlasam deydi. Boshlanishiga o'rtacha 1-2 soat vaqt ajratsangiz ham yetarli bo'ladi. Lekin bu yerda yana bitta juda ham muhim imkoniyat bor. Agar siz faqat o'zingiz ishlasangiz, bitta daromad manbangiz bo'ladi. Agar siz boshqalarga bu tizimni o'rgatadigan bo'lsangiz, daromadingiz butunlay boshqa darajaga chiqadi. Keling hozir aynan mana shu haqida gaplashamiz. Deylik, bu biznes sizga yoqdi, mahsulotlar assortimenti ham yoqdi, lekin tabiiy savol tug'iladi. Nimaga aynan meni jamoamga qo'shilishingiz kerak? Menimcha bu juda ham to'g'ri savol. Chunki bugungi kunda Greenwayda har xil jamoalar juda ham ko'p, lekin natija ko'p jihatdan kim bilan ishlashingizga bog'liq. Men sizga boshidanoq bitta va'dani beraman. Men sizni shunchaki ro'yxatdan o'tkazib qo'yadigan ustozlardan emasman. Meni maqsadim siz natija qilishingiz. Chunki siz natija qilsangiz, bu meni ham natijam. Shuning uchun men bu biznesni qanday boshlagan bo'lsam, sizni ham xuddi shu yo'l bilan bosqichma-bosqich olib boraman. Odamlarni qayerdan topish kerak, qanday yozish kerak, qanday kontent joylash kerak, qanday qilib birinchi buyurtmani olish mumkin, qanday qilib doimiy mijozlar bazasini yaratish mumkin. Bularning barchasini siz yolg'iz o'rganmaysiz. Biz birga qilamiz. O'zim o'rgangan, sinab ko'rgan va ishlagan usullarni sizga sodda qilib o'rgataman. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Men uchun bu biznes faqat pul haqida emas. Men shunday jamoa qurishni xohlaymanki, odamlar bu yerga faqat daromad qilish uchun emas, rivojlanish uchun ham kelishsin. Chunki men ham aynan shunday muhitni topganman. Bugun meni yonimda qo'llab-quvvatlaydigan ustozlarim bor. Bir-birini tortib pastga tushiradigan emas, bir-birini yuqoriga olib chiqadigan yaqinlarim bor. Va men ham aynan shunday muhitda o'zimni jamoamda yaratishni xohlayman. Agar sizga ham shunchaki ro'yxatdan o'tish emas, haqiqatdan ham o'rganish, rivojlanish va natija qilish muhim bo'lsa, unda sizni mamnuniyat bilan o'zimni jamoamda kutaman. Endi esa eng muhim savolga o'tamiz. Bu biznesni boshlash uchun nima qilish kerak? Keling hozir aynan shu haqida gaplashamiz. Xo'sh, agar bu biznes sizga yoqqan bo'lsa, uni qanday boshlash mumkin? Aslida hammasi juda ham oddiy. Sizda ikki xil variant bor. Birinchi variant, siz mutlaqo bepul ro'yxatdan o'tasiz, keyin 50 ball hajmida o'zingizga yoqqan mahsulotni tanlaysiz. Bu plus-minus 1 million so'm atrofida bo'ladi. Masalan, agar siz parfyumeriya yo'nalishida ishlashni xohlasangiz, o'zingiz uchun parfyum yoki probniklar papkasini olishingiz mumkin. Agar sog'liq yo'nalishi sizga yaqin bo'lsa, omega, D3, magniy yoki boshqa biologik faol qo'shimchalar bilan boshlashingiz mumkin. Yoki uy uchun mahsulotlar, fiberlar, kosmetika, shampunlar, bolalar mahsulotlari, qaysi yo'nalish sizga yaqinroq bo'lsa, o'shandan boshlaysiz. Baribir ham hammamiz har oy o'zimiz va oilamiz uchun bu mahsulotlarni sotib olamiz. Faqat odatda buni oddiy do'konlardan olamiz. Greenwayda esa shu xaridlaringiz sizni shaxsiy do'koningiz orqali o'tadi va ular biznesingizni bir qismiga aylanadi. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizni shaxsiy internet do'koningiz ochiladi va men sizni bepul o'quv dasturimga qo'shaman. Shundan keyin birgalikda ishlashni boshlaymiz. Lekin agar siz bu biznesga jiddiy kirishmoqchiman, tezroq natija qilmoqchiman desangiz, unda sizga ikkinchi variantni tavsiya qilaman. Bu turbopak. Turbopak ichida kompaniyaning eng talab yuqori bo'lgan mahsulotlari jamlangan. Parfyumeriya, fiberlar, uy uchun vositalar, shaxsiy parvarish mahsulotlari, kosmetika va boshqa ko'plab mahsulotlar bor.
Yana bir plyus tomoni, hozir yangi hamkorlar uchun maxsus dastur ishlayapti. Siz 30 ta mahsulot jamlangan bu keysni atigi 3.860.000 so'mga sotib olganingizdan keyin atigi 5 daqiqa ichida shaxsiy kabinetingizdagi sovg'a hisobingizga 3 million so'mi qaytariladi. Tasavvur qiling, siz 3.860.000 so'mga tovar oldingiz, mahsulotlar qo'lingizda turibdi va shu bilan birga 3 million so'm sizga sovg'a hisobingizga qaytdi. Bu mablag'dan mahsulotlarni yana bepul olib foydalanishingiz yoki sotib, pulini o'zingizga qoldirishingiz mumkin bo'ladi. TurboPack bu shunchaki Greenway mahsulotlari to'plami emas, balki daromad topish va unutilmas kruiz sayohatiga bepul chiqish imkoniyati. Shuning uchun biznesni jiddiy boshlamoqchi bo'lganlarga men odatda aynan TurboPackni tavsiya qilaman. Lekin qaysi variantni tanlashingizdan qat'iy nazar, eng muhimi mahsulot emas. Eng muhimi to'g'ri boshlash. Chunki bir xil kompaniyada ikkita odam turlicha natija qilishi mumkin. Nimaga? Chunki bittasida tizim bor, ikkinchisida esa yo'q. Shuning uchun men sizni shunchaki ro'yxatdan o'tkazmayman, sizga boshidan boshlab nima qilish kerakligini, qanday qilish kerakligini ko'rsataman. Qaysi mahsulotdan boshlash, qanday kontent joylash, qanday qilib birinchi mijozni topish, qanday qilib birinchi daromadni olish, hammasini bosqichma-bosqich siz bilan birga qilamiz. Masalan, men o'zim ham bu sohaga tajribasiz kirganman, lekin to'g'ri tizim va ustozlarim yordamida birinchi oydayoq yaxshigina daromad qila olganman. Bugun esa aynan o'sha tajribani siz bilan bo'lishishga tayyorman. Va oxirida sizga bitta narsani aytmoqchiman. Bu biznes hamma uchun emas. Lekin agar siz hayotingizda nimanidir o'zgartirishni xohlasangiz, menimcha bu imkoniyatni hech bo'lmaganda sinab ko'rishga arziydi. Agar siz videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, avvalo sizga rahmat. Demak, siz hayotingizda qo'shimcha daromad yoki yangi imkoniyat izlayotgan insonsiz. Balki hozir ishlayotgandirsiz, balki dekretdadirsiz, balki talabadirsiz yoki o'zingizning biznesingiz bordir. Farqi yo'q. Muhimi, siz o'zingiz uchun yangi imkoniyatlarni ko'rishga tayyorsiz. Men ham bir paytlar xuddi sizday izlanganman. Turli sohalarda ishlab ko'rganman, pul topganman, lekin bugun ortimga qarab bitta narsani aniq ayta olaman. Greenway menga faqat daromad bermadi. Menga yangi muhit berdi, yangi fikrlash berdi, kuchli ustozlar berdi, o'zimga bo'lgan ishonchi berdi va eng muhimi, menga haqiqatan yoqadigan, o'zim mazza qilib qiladigan ish topdim. Aynan shuning uchun men bugun bu imkoniyatni boshqalar bilan ham bo'lishyapman. Lekin bitta narsani ochiq aytaman, men hammani jamoamga taklif qilmayman. Men ishlashga tayyor bo'lgan odamlar bilan ishlashni xohlayman. Chunki men siz natija qilishingizni xohlayman. Agar siz qo'shimcha daromad qilish istasangiz, onlayn ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kuchli muhitda rivojlanishni xohlasangiz va eng muhimi, harakat qilishga tayyor bo'lsangiz, unda sizni jamoamda mamnuniyat bilan kutaman. Biz hammasini noldan boshlaymiz. Shoshilmaymiz, bosqichma-bosqich o'rganamiz va men bu yo'lda sizni yolg'iz qoldirmayman. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, bemalol shaxsiy xabardan yozib qoldirishingiz mumkin. Men sizga bu biznes mos keladimi, yo'qmi, ochiqchasiga aytaman. Agar mos kelsa, birgalikda internet do'koningizni ochamiz va ishni boshlaymiz. Agar mos kelmasa, baribir siz bilan tanishganimdan xursand bo'laman. Chunki men uchun eng muhimi bu ishonch. Balki bugun emasdir, balkim bir oydan keyin, balkim bir yildan keyindir, lekin siz Greenway deganda, parfyumeriya deganda yoki zamonaviy onlayn biznes haqida o'ylaganingizda, xayolingizga birinchi bo'lib men kelishimni istayman. Va shu ishonchni oqlash uchun men har kuni o'z ustimda ishlashda davom etaman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, unda sizni jamoamda kutib qolaman.
чем уникальность Greenway Global? В концепции «экология в кубе» 3 ключевых принципа: экология человека, планеты и отношений. Забота о здоровье людей и окружающей среде – наш приоритет. Мы выступаем за экологию отношений. Поддержка и признание лежат в основе нашей большой и дружной компании. Кто составляет комьюнити Greenway Global? Более 4 миллионов 330 тысяч партнеров из 64 стран мира, объединенные общими целями и ценностями. Лучшие из лучших партнеров компании становятся частью президентского совета Greenway Global, демонстрируя высокий уровень амбиций, эффективности и достижений. Лидеры Greenway – это люди с глобальным мышлением и смелыми идеями. Вице-президент компании Дани Ларок – человек с огромным международным опытом, который убежден, бережное отношение к экологии, этика и честность – залог высокого качества жизни каждого из нас. Вице-президент Инна Забродина уверена, что сетевой бизнес открывает грандиозные возможности. Своим примером она доказывает, что вера в лучшее способна изменить жизнь. Президент компании Леонид Моргунов в сетевой индустрии уже 29 лет. Он основал компанию, не имеющую аналогов на сетевом рынке, и вдохновил миллионы людей стать богаче и счастливее, выбирая экологичные продукты. Ведь Greenway – это экологичность и забота во всем. Чистота в доме, автомобиле и уход за собой с флагманской линейкой файберов Green Fiber, которые эффективно очищают, сокращая потребление воды и химических средств. Мы используем экологичную упаковку и твердые формы уходовых средств, снижая использование пластика. Производство Greenway Global исключает выброс в атмосферу вредных веществ, а отработанные материалы отправляются на переработку. Наши склады есть по всему миру. Мы производим продукты со смыслом, поддерживаем мировые стандарты качества, тщательно выбираем поставщиков сырья и контролируем каждый этап производства. За время существования компании наши партнеры достигли впечатляющих успехов, став обладателями более 700 премиальных автомобилей. Только в Greenway партнеры сами выбирают класс автомобиля, который хотят получить. Greenway открывает мир невероятных возможностей для каждого. Вместе с компанией ты можешь посетить самые удивительные места планеты, оказаться на ярких и незабываемых событиях, получить уникальный опыт и всестороннее развитие. Greenway Global – это экология человека, планеты и отношений. Попробуй познакомиться с нашей философией изнутри, и твоя жизнь изменится на 180 градусов. Открывай новые горизонты, мечтай, совершенствуй себя и делай мир лучше вместе с Greenway Global. Открой глаза. Посмотри на мир вокруг себя. Он живой, необъятный. Он открыт тем, кто готов смотреть шире. Мы созданы, чтобы путешествовать, чувствовать ветер на коже, слышать, как просыпается утро в новом городе, растворяться в шуме волн, теряться в дорогах и находить верный путь снова и снова. Путешествие — это не точка на карте. Это момент, когда твое сердце бьется громче. Greenway Global открывает мир для тех, кто готов сделать шаг навстречу своим мечтам. Для тех, кто выбирает движение, энергию, жизнь. Путешествие с Greenway Global — это больше, чем маршрут. Это свобода быть собой и идти туда, где важен не пункт назначения, а то, кем ты становишься на этом пути.